Menimcha O'zbekistonda hali bilyashi yeb ko'rmagan odam bo'lmasa kerak. Qiymalari sochni, xamirlari yumshoq, ichlari pishib chiqadigan bilyashi retseptini sizlar bilan bo'lishaman. Idishga suv, sut, shakar, dro'j, tuz, yog' solib, yumshoq qo'lga yopishadigan xamir qorib olamiz. 20 minut xona haroratida, 1 soat xolodilnikda oshirib olamiz. Xamirimiz oshib tayyor bo'lgungacha qiymasini tayyorlab olamiz. 300 gram qiymaga 2 ta o'rtacha piyozni solib, tuz, murch, zirala solib, yaxshilab aralashtiramiz. Oshib chiqqan xamirlarimizni zuvalalarga bo'lib, shunaqa yoyib olamiz va chetlarini shunaqa tugib, qiymalarni solib, tugib, ustidan bitta bosib, yana biroz oshirishga qo'yamiz. Oshib chiqqan bilyashilarni qizib turgan yog'da past olovda ikki tarafini pishirib olamiz. Birinchi bo'lib qiymali tarafini solamiz. Qizargach, teyini o'girib, ichlariga yog'larni quyib pishirib olamiz.